Yaponiya brendi bo'lmish Toshiba brendidan 65 talik 144 Hz va asosiysi mini LED bo'lgan televizorimizni bugun sizlarga mega chegirma narxda qilib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Siz mijozlarimiz uchun Yaponiya brendi bo'lmish Toshiba brendidan 65 talik Z870 N modelli televizorimizni mega chegirma narxda qilib beramiz va qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, ushbu televizorimiz 3840 2160p, ya'ni 4K kачество Ultra HD ko'rsatadi va 144 Hz bo'ladi va mana kачествolarini ham ko'rishingiz mumkin. Ushbu televizorimiz e'tibor beramiz, podsvetkasi mini LED bo'ladi, ya'ni birinchi navbatda Pure View texnologiyasi orqali keng va eng yaxshi ko'rish holatiga ega bo'lasiz va yaltirashga qarshi, ya'ni quyosh nurlari va sun'iy yorug'lik, shunga o'xshash yorug'liklarni kamaytiradi va Quantum Dot texnologiyasi yordamida Toshiba televizorlari millionlab tuslarda yorqin va tabiiy ranglarni yaratadi. Har bir muhim detal va tasvirni real hayotda ko'rayotgandek yetkazib beradi. Toshiba televizorimiz Dolby Vision, HDR10+, HDR10 va HLG formatlarini qo'llab-quvvatlab, bu bilan siz istalgan kadrni soyali va yorug' joylarda bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Gamerlar uchun asosiy AMD FreeSync VR 144 texnologiyasi siz o'ynayotgan o'yinni sekinlab qolishi, qatishi va kechikishini oldini olib, tez qatmasdan o'ynash imkonini beradi. Game Deck orqali siz o'ynayotgan o'yiningizni nastroykasini o'zingiz xohlagandek sozlashingiz mumkin. Dynamic Tone Mapping texnologiyasi bo'lsa, tasvirni kadrma-kadr tahlil qiladi va yorqinligini avtomatik tarzda sozlaydi. AI Auto View Pro texnologiyasi bo'lsa, tasvirni xonadagi yorug'lik darajasiga qarab turib sizning ko'zingizga moslab beradi. Film Maker Mode orqali ko'rayotgan kinoingizni syujetini maksimal darajada ochib beradi. 144 Hz bo'lsa, odatdagi televizordan 2 barobar tezroq, realistik va ravon vizual tasvirlarni taqdim etadi. AMD FreeSync texnologiyasi bilan siz deyarli har qanday kadr tezligida ravon vizual effektlardan bahramand bo'lasiz. Vizual artefakt yo'q. Ko'proq ledlar aniqlik va yaxshilangan boshqaruvni anglatadi. Shuning uchun Z870 modellarida mini LED televizorlari minglab kichik ledlar bilan to'ldirilgan. Ularning har biri oddiy LEDdan ko'ra 50 barobar kichikroq bo'ladi. Bu sizga yorqinroq va realistik tasvirlar uchun tengsiz kontrast va ranglarning aniqligini ko'rish imkoniyatini beradi. Full Array Local Dimming Pro texnologiyasi ekran orqasidagi LED yoritichlardan foydalangan holda aniq xiralashtirish zonalari va individual boshqaruvni ta'minlaydi. Bu xususiyat tasvirning xiralashishini kamaytiradi va filmlaringiz va teleshoularingizning umumiy kontrastini yaxshilaydi. Ushbu televizorda tasvir xiralashishini hech qachon o'ylamaysiz. AI Pixie Optimizer texnologiyasi har bir kadrni real vaqt rejimida 11 tagacha, masalan, yuz, binolar, qor va shunga o'xshash narsalarni aqlli ravishda suratga olib, tasvirni iloji boricha realistik qiladi. True Bass Buster va Rexa Bass Woofer Pro Toshiba kompaniyasining noyob bas kuchaytirib berish texnologiyalaridan biri hisoblanadi. Rexa Bass tizimi chuqur, boy va kuchli bas yaratish uchun tovush bosimi darajasini oshirish, samaradorligini oshirish va basni qayta tiklashni yaxshilash uchun True Bass Buster texnologiyasidan foydalanadi. Natijada kuchli bas hosil bo'ladi. Rexa Engine texnologiyasi kuchli dinamiklar har bir sahnani jonlantirish uchun yangi premium texnologiya bo'lib, chuqur va tiniq ovoz har bir sahnaga ajoyib ta'sir ko'rsatadi, realizmni kuchaytirib va mavjud hissini yaratadi. Toshiba televizorlari Dolby Atmos qo'llab-quvvatlaydi. Kolonkalari bo'lsa 60 wattdan bo'ladi, 2.1.2 ko'p kanalli va ovoz tizimi chap va o'ng dinamiklari o'rnatilgan. Tepa tomondan 2 ta va pastdan 2 ta va o'rtada subwooferi bo'ladi, ya'ni 360 surround upscaling kabi ilg'or dasturiy ta'minot ovozini qayta ishlash texnologiyalarini o'z ichiga oladi. Pultlarga keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa ko'rinishda va голосовой управлениялari ham bo'ladi. Va ushbu Toshiba televizorimizga afsuslanib 1 yil kafolat beriladi va narxiga keladigan bo'lsak, boshqa onlayn do'konlarda ushbu televizorimizni 13-14 million sotilayotgan bir paytda smartfon jamoasi siz mijozlarimiz uchun $750, ya'ni 9 million so'm qilib belgiladik. Kimga xuddi shunaqa sifatli va asosiy puli arzon bo'lgan televizorlar zarur bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Video obzorimiz yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmalarini bosishni unutmang. Video oxirida yana bir narsa, mini LED va oddiy LEDni farqini o'zingiz ko'rishingiz mumkin.